Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrdon obunachilar. Saranhol YouTube kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun 2025-yilning 4-aprel sanasida turibmiz. Xorazmdan hamda Namangandan mijozlarimiz kelishgan. Xorazmga 2000 dona mana shunday rizlamat oq damski, mana shunday oq damski navlaridan 2000 dona beryapmiz. Namangan viloyati Pop tumanidan kelishyapti. Endi kelishyapti u mijozlarimiz. Ularga yana tayyorlab qo'yganmiz. Ketmon sopi hamda oq damski navlaridan tayyorlab qo'yganmiz. 1,5 dona Namanganga, 2000 dona Xorazm viloyati Jurlan tumaniga dostavka qilib. Jurlandan o'zlari kelishgan, mana o'zlari kelishgan mijozlarimiz. O'tgan yili ham 5000 dona uzun ko'chatlar berilgan. Sifati, ko'karishlari yaxshi bo'lganligi sababdan yana kelishdi, mana xarid qilib berishyapti. Mana shunday upakovka holatda mana shu Lacetti Gentra mashinamizga 2000 donani sig'dirib beryapmiz. Qadrli kuzatuvchilar, kimga shunday sifatli, ishonchli uzun ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammasiga pishirgan novdalarni bir bor ko'rsatib qo'yamiz. Mana bunday kurtaklari o'zi yozib boshladi, mana chiqarishni boshlagan. Ko'karishi bu degani o'sha 100% ko'klay bo'lgani. Tomiri endi aytmasa ham bo'ladi. Mana shu holatda, oppoq holatda, ya'ni svej holatda. Kimga o'sha ko'chatlarimizdan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kelish imkoniyati bo'lmasa, O'zbekiston bo'yicha dostavka qilish imkoniyatlarimiz bor. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Ko'chatlarni ekish mavsumi tugamasidan tezroq ko'chatlaringizni ekib qolishingizni maslahat beramiz. Albatta, ekish mavsumi o'z nihoyasiga yetish paytida, ya'ni o'sha shu oyni 15-20-chilardan keyin deyarli ko'chatlarni ekish mavsumi tugaydi. Qachonki ko'chatlarning holati mana shu holatda bo'lsa, ko'chatlarni ekish mumkin. Agar barg yozib olgan bo'lsa, ko'chatlar barg yozib olgan bo'lsa, ekmagan ma'qul. Sababi o'sha chiqargan barglariga mana bu tomiri immunitetni yetkazib bera olmaydi. Suvda, vitaminda yetkazib bera olmaydi. Qadrli kuzatuvchilar, kimga o'sha navlarimiz mahalliy hamda avatan navlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.